Do'stlar, sizlar bilan IELTS darslarimizning navbatdagi 96-sonda ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan Iskandar Kamoldinov, xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi. Demak, agar tayyor bo'lsanglar, unda ketdik. As usual, let's start with the lesson agenda. Today we will be moving to a new part of IELTS speaking, which is IELTS speaking part 3, and we are going to have general overview. And we are going to have some insights about IELTS speaking part 3 throughout the class today. Kelinglar, demak, birinchi navbatda sizlar bilan bugungi darsimizni lesson agendasi bilan tanishib olamiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS speakingni yangi qismiga, ya'ni IELTS speaking part 3 ga o'tamiz va ushbu part 3 yuzasidan umumiy ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, darsimiz davomida sizlar bilan biz juda kerakli bo'lgan insightlar bilan ulashamiz. Demak, agar tayyor bo'lsanglar, unda boshladik. IELTS speaking part 3. IELTS speaking part 3 is one of the parts of the IELTS which comes at the very end of the speaking test. Once you finish IELTS speaking part 2, which is the long turn of all speaking process that you are going to have in IELTS speaking tests, you are going to move to IELTS speaking part 3, and you will be asked some different questions by the speaking examiner. So let's get introduced with more details to IELTS speaking part 3. Demak, kelinglar, sizlar bilan IELTS speaking part 3 bo'yicha yana ham ko'proq ma'lumotlarni birgalikda olishga harakat qilamiz. Demak, o'sha IELTS speaking jarayonida eng uzun bo'lgan ikkinchi qism, ya'ni IELTS speaking part 2 da o'zingiz javobingizni berib bo'lganingizdan keyin examiner sizga IELTS speaking part 3 bo'yicha savollarni berishni boshlaydi va ushbu partga o'tishdan oldin let's move to part 3 deb demak o'sha savollarni berishni boshlaydi. Kelinglar, endi sizlar bilan ushbu IELTS speaking part 3 bo'yicha yana ham batafsilroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Part 3 is a critical thinking and discussion phase. Here you will answer questions related to the topic in part 2, but they will be more abstract and require deeper analysis. Demak, IELTS speaking part 3 haqida gaplashadigan bo'lsak, demak IELTS speaking part 3 ushbu speaking jarayonini critical thinking hamda muhokamalar qismi hisoblanadi. Sababi u yerda o'sha sizga beriladigan savollarga javob berishingiz uchun uni biroz mantiqiy fikrlashingiz kerak bo'ladi hamda u yerda muhokama tarzida o'zingiz javoblaringizni examinerga taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, here you will answer questions related to the topic in part 2, but they will be more abstract and require deeper analysis. Hamda IELTS speaking part 3 da tushadigan savollar IELTS speaking part 2 da tushgan savollarning mavzusiga yaqin yoki da o'sha mavzuga doir bo'ladi. Bundan tashqari, bu savollar o'sha IELTS speaking part 2 dan farqli ravishda abstraktroq hamda chuqurroq analizlarni talab qiladi. Bu yerda analiz deganda siz u savolga javob berish uchun qanaqadir mutaxassis yoki da o'sha sohaning eksperti bo'lishi shart emas. Masalan, u yerda digital technology haqida gap ketadigan bo'lsa, siz u yerda programmist bo'lishingiz shart emas yoki da sun'iy intellekt haqida savol tushadigan bo'lsa, demak siz AI bilan ishlaydigan qanaqadir mutaxassis bo'lishingiz shart emas. Yokida qurilish borasida beriladigan hozirgi kundagi zamonaviy binolar, ularning o'zgarishi, oldin qanaqa bo'lgani, hozir qanaqa bo'lganligi to'g'risida beriladigan IELTS speaking part 3 dagi savollarga javob berish uchun faqatgina sizni ingliz tili ko'nikmalaringiz yaxshi bo'lishi kerak va ular doirasida odatiy ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun siz qurilish sohasida 10 yil tajribaga ega yokida IT sohasida qanaqadir tajribaga ega bo'lishi shart emas. Lekin ularda agar qanaqadir tajribangiz va bilmingiz bo'lsa, bu albatta sizga yordam beradi. Demak, o'sha part 3 da beriladigan savollar biroz abstraktroq bo'ladi hamda ularga siz biroz o'ylab, mantiqan javob berishingiz kerak bo'ladi. IELTS speaking part 3 ni biz yana ham yaqindan tushunadigan bo'lsak va uni jarayoni o'zi qanaqa bo'ladi, uni alifbosi bilan tanishish to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, quyidagi informatsiya sizga juda ham yordam beradi. Ya'ni, think of part 3 as a friendly debate where you share your ideas and support them with reasons. Ya'ni, o'sha IELTS speaking part 3 deganda siz ko'zingizni oldingizga do'stona muhokamani keltirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu do'stingiz bilan yoki da o'zingiz ustozingiz bilan qaysidir bitta mavzuda muhokama qilyapsiz va o'zingiz bergan javoblarni, g'oyalaringizni berilgan misollar bilan yoki da keltirilgan sabablar bilan siz oqlashingiz, bundan tashqari uni tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Hamda o'sha
debat holatini, bu yerda o'sha do'stona debat holatini ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni examiner sizga savol beradi va bu tomondan siz javob berib va javobingizni iloji boricha tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Va ushbu jarayonni siz haqiqatdan ham IELTS Speaking Part 3 da, umuman IELTS Speaking da kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Hamda debat holatini, ya'ni discussion debat yoki friendly debate ni o'sha Part 3 jarayonida siz kuzatishingiz mumkin. Let's talk about the connection between IELTS Speaking Part 2 and IELTS Speaking Part 3. Once you finish IELTS Speaking Part 2, you're going to be asked similar topic questions in IELTS Speaking Part 3. So this is the connection, which basically means once you read the question in IELTS Part 2, then that means you are going to have somehow similar questions in IELTS Speaking Part 3. So this is the connection between IELTS Speaking Part 2 and IELTS Speaking Part 3. Demak, biz IELTS Speaking Part 2 hamda Part 3 o'rtasidagi bog'liqlik haqida gaplashadigan bo'lsak, siz Part 2 da javob berish jarayonida qaysidir bitta mavzuga javob berasiz va IELTS Speaking Part 3 ga o'tganda o'sha mavzuga doir va yaqin bo'lgan savollar sizga o'sha IELTS Speaking Part 3 da beriladi va u yerda biroz abstraktroq savollar tariqasida berilishi mumkin bo'ladi. Keling, buni ham yana ham yaqinroq tushunish uchun navbatdagi slaydga birgalikda o'tamiz. If Part 2 asked about a favorite book, Part 3 might ask about the impact of digital technology on reading habits. Demak, biz o'sha bog'liqlikni yana ham yaqindan tushunadigan bo'lsak, demak, agar IELTS Speaking Part 2 da sizni yoqtirgan kitobingiz yoki sevimli kitobingiz haqida gapirib berish so'ralgan bo'lsa, demak, endi IELTS Speaking Part 3 ga o'tganingizda digital technologyni, ya'ni raqamli texnologiyani reading habitsga ta'siri to'g'risida gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Yokida hozirgi kunda odamlar ko'proq hard copy booklarni o'qiyaptimi yokida digital booklarni o'qiyaptimi? Digital booklarni qanaqa foydalari va zararlari bor? Demak, shunga aloqador siz savollarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni what are the advantages and disadvantages of electronic books? Demak, siz o'sha elektron kitoblarni advantajlarini hamda disadvantajlari to'g'risida gapirib berishingiz kerak bo'ladi va o'zingizning javobingizni misollar bilan, sabablar bilan yana ham ko'proq support qilishingiz va examinerga o'zingizning javobingizni yana ham batafsil bayon qilishingiz kerak bo'ladi. When we are talking about IELTS Speaking Part 3, then it's natural to ask about the question, how many questions you are going to get in this part of the IELTS Speaking test. So let's answer this question with this information. In IELTS Speaking Part 3, you can typically expect to be asked around 4 to 6 questions. Ya'ni IELTS Speaking Part 3 haqida gap ketganda bitta savol tug'ilishi tabiiy. Qanaqa savol? Ushbu bo'limda, ya'ni 3-qismda biz qancha savollarga javob berishimiz kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Va IELTS Speaking Part 3 da odatda 4 tadan 6 tagacha examiner sizga o'sha savollarni o'qib eshittiradi va ularga siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu odatiy holatlarda. Ba'zi holatlarda ozgina deviation bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, sizlar 4 tadan 6 tagacha savollarni eshitib ularga javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS Speaking testini yana bir qismi, ya'ni Part 3 bilan yaqindan tanishib oldik va IELTS Speaking Part 3 ga aloqador ko'proq ma'lumotlarni va insightlarni bugungi darsimizda o'rgandik. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.